Sahnada Alfraganus universitetining Shum bolalar jamoasi. Bugun mana shu bolalar yarim finalda muxlislarning olqishi eshitilmadi ya. Anjallilar to'lovni Samarqand Babesh. Qiviziga kelgan ketmas afsusda, bizlar o'qiymiz Alfraganusda. Narxo'zi bolalari pullar sanab to'ymaysan, bechora talabalarga kredit to'latib tinmaysan. Nahotki narxo'zda bechora yo'qligin bilmaysan. Ne bo'ldi Narxo'z, ne bo'ldi Andijon, ne bo'ldi Samarqand, ne bo'ldi Termiz, voy! Qivizi Oliy Liga. Haqiqatan ham Oliy Liga. Bu qivizlar o'ta akit aytib qo'yizlarga. Shum bolalar jamoasi. Assalomu alaykum. Marbaga. Bularning ichida nima bor? Men qayerdan bilaman bularning ichida nima borligini? Yo'q. Diplomatning ichida nima bor? Pul bormi? Ha, diplomat so'rayapsiz. Pul demanglar, diplomatning ichida final orzusi bor. Ha, uni kimga berasiz? Ya farqi yo'q, Lubo yo'limdan chiqqan birinchi Umarbek Rahmonqulovga beraman. Diplomat. Ibi. Qizlar, diplomat tashab ketinglar deb yoqqa. Nimaga tashab ketadi? Yo'q, bu qizlar ishonchi yo'q, pardan orqasida birovga berib qo'ysin. Parda. Ya to'lib ko'rinmaydimi, Xudoga shukr? Tolib aka chiqmaydi. Chiqmaydi? Yo'q. Chiqolmaydi ham-da. Ha. Qaysi bit bilan chiqadi? O'tgan safar chiqqan payt ko'rdinglarmi? Ichib olib, mast bo'lib, urush qilib, hamma joyda buzib, qizlarning orqasidan ha, u dachaga chiqqanimiz-da. Yo'q, nima yo'q? Tolib aka qivizidan xafa. Nimaga? Premier Ligadagi o'rnini boshqa birovga berib yuboribdi umarga. Kimga berib yuboribdilar? Mana bu odamga. Yangi mavsum, yangi iste'dodlar, yangi boshlovchi Iskandar Temirov. Yes, Iskandar akaga berib yubordi. Ha. Voy. Bir oy kutolmadingizmi? Mayli, topsiz. Sal yoshrog'ini topsangiz bo'lmasmidi? Oxirgi gapim shu, tanlang. Yoki u, yoki men. To'g'ri hozir o'ylanib turibsiz, o'rtada minbarli yetim qolishini ham o'ylang. Assalomu alaykum. Qorbeylar. Minbar. Tinchlikmi uka? Yarim finalmi? Kimlar bilan o'ynayapmiz? Aka, ikkita iqtisodiyot komandasi bilan o'ynayapmiz. O, bitta Alfraganus pulni hisoblash uchun ikkita iqtisodiyot ko'p emasmi? Unaqa emas-da, pul desa darro'ga o'ladi. Yana kim? Umuman chempion bo'lmagan Metstars jamoasi bilan 19 yildan beri bo'lmayotgan ekan. 19 yil? Ujunda bir doktorga ko'rinish kerak, 19 yilda ham. Yo'q. O'zlari doktor-ku. Unda bir o'qitish ham kerak ekan-da. Endi orzusi ekan aka kubokka nomini yozish. Endi peshonaga yozmagan narsani qaydan yozadi ular ham? Nima? Peshona. Sen rahit emasmisan? Lekin mana shu iflos, mana islomda komandadan vaqt haydab yuborish kerak. Voy. Nima qara, semirib ketgan, kundan kunga semiryapti mana u. Bu bitta narsani bilib qoldim, bu o'lgan molni go'shtini yeyotgan ekan bu beparasat. Aka, hammamiz so'yib, o'ldirib keyin yeymiz. Bilyapman, bu o'zi o'lganni qidirib yeyapti mana u mol. Odam bo'lmadingiz. Bo'ldi. Ha, opa tinchlikmi? Voy, administrator qilib qo'yuvdim. Ha. Menga qilsa
qistirgan pullarni olib raqqosaga qistirib yotibdi-da. Ya, o'zing shu yerda qistirib tur deding-ku. Xudoyim. Buni ustiga tutib olgan telefonini qarang. Ayin sizni yilingizga moslabdi-da uni. 87. Bu odamlarni eriga o'xshab 17 Pro Max olib bersangiz o'lasizmi? Ularni ham eri olib berayotgani yo'q. Qizlar 17 ni harakat qilib o'tdi o'zi. Voy, men harakat qilmadimmi? Ha? Harakat qilmadimmi? Voy, sani harakating mana shu damashligiga yetdi-yu. Bitingiz qursin. Ey, opa, keling. Nima xafa bo'lasiz? Men damashlikdan nolimang. 10 yildan keyin vobshi qimirlamay qolasiz. Yotasizlar bir-birlarga kaptar uchirib. Voy, To'xtang. jiraylaydi bu yana. Oyim video vizitdan telefon qilyapti hozir. Voy, peshonam qursin. Ha, oyim. Mana o'ga dadang ajdaniga tushyapti. Gaplash mana u. Oyim. Hey! Alo. Alo. Sorry, że nazbieramy się fantastyk. Nie chcę posądnie, mam na tebe czas. Napadu na traki, mam nie starczymy. Poznam tym mikrofonem jak i gaz. Aziz muxlislar, hammamizning ham har doim omadimiz kelavermaydi. Ana endi tasavvur qilib ko'ring, massajchi tanlashda omadi kelmagan odam massajxonada. Opajon, nima degan? Sizni fikringizga ishonaman. Butun oylikni shu yoqqa massajga tiqib yubordik. Bir massajni ham tiqib yuboradiganidan chaqiringlar, ha? Voy. Ana nima bu? Patishmaya krasotка muzim. O'ngga chapga o'tib o'ynatma ko'zim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, qo'rqma. To'g'ri, oyim kelib qoptilar deb o'ylayman. Voy, to'g'ri. 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 Kimsiz? Voy, massajchiman, aylanni. Massajchini qarab, kimnachiga o'xshaysan? Yot. Shuncha pulni onamga ikkita olib borsam, ona nima qilardi shu bilan? To'xtang. Qo'rqma. Boshidan bitta narsani eslatib qo'ying. Xo'p. Sizlarda faqat massaj yeysizda. Ha, massaj. Boshqa gap yo'q. Shu. Yoting. To'g'ri, oxirgacha esingizda bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Nima, nos ketib qoldimi? Nima bo'ldi? Yoting. Kinnalab ketibsiz, aylanni. Kinnalab ketibsiz. Necha yildan beri ishlaysiz? Ey, Opa, necha yildan beri ishlaysiz? 35 yildan oshdi, aylanni. Qo'lingizdan massaj emas, duo oladigan bo'lib qolibdi-yu. Voy, duo ham beraman. Nima ish qilgansiz oldin? Oldin detskiy massajchi bo'lganman. Ha, zo'r. Ha. Men yelkamni qiling, mana o yelkamni boshidan qiling. Mana. Men bitta narsani bilib qoldim, opa. Men chaqaloqlik paytimda ham siz massaj qilgansiz. Ha, bo'lish oyog'im kalta bo'lardi. Ishqalab shunday o'stirib Ha, bo'lishi mumkin. Ha, yo'q. Qanday bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin emas. Sizlarda faqat massaj aytib qo'ying. Xo'p, dedim-ku. Voy, achchig'ay. Ukam, shunda muzika qo'yib qo'yaman, maylimi? Shuna qiling, ata, muzikadan maza qilaylik, qo'ying. Voy, maza qilasiz. Qo'ying. Voy. Assalomu alaykum yanga. Tuzimsiz nima mana shuni kulyapsizlar men ustimdan, opa? Voy, nega kulamiz? Mana qo'shiq tushmayapti-yu mana massajga umuman. Muzikada ilhomim keladi. Aynan ilhom nohor goshda massaj olayotganga o'xshayman. Voy, tavba qildim, unaqa demang. Assalom. Kapitan Rajabov nima bo'lyapti bu yerda? Hech narsa bo'lmayapti, aka. Nima bo'ladi mana xola bilan? Nima bo'ladi? Voy. Yur, adda zo'rlar bu, yur. Kinnalab ketibsiz, menga qarang. Keling, Rahmat. Rahmat. Hurmatli aziz do'stlar, biz shartimiz so'ngida bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Men bitta narsaga ahamiyat berdim. Biz Shumbonlar jamoasi hali biron marta ham
bizani finalga o'tkazinglar, bizlarga kubok beringlar deb umuman so'ramagan ekanmiz. Shuning uchun berib o'tgan ekanda. So'rash kerak. O'shani aytyapman-da, kerak bo'lsa yalinish kerak. O'zimizni ustozlar, kerak bo'lsa qo'limizdan kelganini qilish kerak. Kerak bo'lsa finalga o'tish uchun tizam cho'kish kerak. Endi bitta finalga o'tish uchun tiz cho'kmaysizga, qo'ying. Siz meni tushunmayapsizmi? Hozir finalga o'ta olmasak, Alfragansdan ishdan ketamiz, tushunyapsizmi? Nima bo'pti? Olsa ishimizda oladi. Jonimizda olmaydi-ku, endi o'shanga nima tiz cho'kib, nima qilib o'tirmaymiz-ku? Nima qil deysiz bo'lmasa? Rahmat sizlar bilan Alfraganus universitetining shum bolalar jamoasi bo'ldi. Bizga sal yaqin o'tir, kayfiyatni ko'tar bola. Shum bolalar g'alabani kutar, muxlis qarsagi bilan kuboklarni yutar. Shum bolalar jamoasiga guldiroz qarsakiylar.